Xo'sh, doktor Qishloqi, nega mening uyimni kichraytirding? Kompot, axir biz mening kichraytiradigan lazerimni sinab ko'rdik-ku. Ha, doim esimdan chiqarib qo'yyapman. Bu g'oya juda ham ajoyib ekan. Sening lazering ishladi. Mening uyimni rostdan ham kichraytirib qo'ydi. O'zi bu lazerni qancha vaqtda ishlab chiqding? U juda ham katta. Qandaydir moslamalar, quvurlar, simlar, bu o'zi qanday ishlaydi? Kompot, bu yerda hech qanday qiyin narsa yo'q. Istalgan odam buni yasay oladi. Ha, albatta, istalgan odam bu uyni qura oladi. Do'stlar, sizlar ham buni qila olasizlar, to'g'rimi? Meni hazillashdim, bo'ldi, uyimni o'z holiga qaytar qani. Kompot, men senga hali asosiyni aytganim yo'q-ku. Men buni shunchaki uyingni kichraytirish uchun qurmadim. Unda nima uchun qurding? Kompot, uyingni qo'lingga olib ko'r, hammasini tushunib qolasan. Uyimni qo'limga olaymi? Mayli, urinib ko'raman. Qani? Oh! Qo'limga oldim. Ajoyib. Xo'sh, Kompot, hech narsani his qilmayapsanmi? Yo'q, oddiy uyga o'xshayapti, lekin faqat narsa ko'rinishda. Shoshmangchi, undan shirin hid chiqyapti. Ha, Kompot, men senga shuni ko'rsatmoqchi edim. Bu lazer shunchaki narsalarni kichraytirmaydi. U yana ularni yeyishga ham qulay qilib beradi. Degan, demak men uyimni endi yesam bo'ladi, shundaymi? Ha, Kompot, faqat buni yo'q. Bu rostdan ham juda shirin ekan. Kompot, sen nimaga buni qilding? Nimaga buni yeding? Mayli Qishloqi, nega buncha xavotir olyapsan? Axir bu mening uyim-ku. Men shunchaki o'zimni tutib tura olmadim. Yana qachon men uyimni yana tatib ko'raman, ha? Ozgina qayg'uli, lekin men o'zimga boshqasini qurib olaman. Kompot, men gapirishga ulgurmadim. Bu lazer hali to'liq tayyor emas. Lekin lazer tayyor bo'lmasa ham, uy juda mazali edi. Uy juda mazali bo'ldi. Men buni nazarda tutmadim, Kompot. Ro'ppa-rosa 5 daqiqadan so'ng uy yana kattalashadi. Nima? Bir soniya to'xtang. Ha, Kompot, u sening ichingda kattalashadi va u seni parchalab tashlaydi. Nima? Oldin ichimdan. Men uni qanday olaman? Yeb yubording-ku. Nima? Men o'zi uyimni yedim. Demak, mening qornimda qishloq ustaxonasi turibdi. Ustaxona kattalashadi. Ertaroq aytay qolmadingmi? Kompot, axir men ulgurmadim. Bizda 4 daqiqa vaqt qoldi. Biz bu 4 daqiqa ichida nima qilishga ulguramiz? Bu ustaxona meni ichimda o'sib chiqsa, nima sen uni bunday ichini qilding? Yo'qsa men uni yemas edim. Menda bir g'oya bor. Qani tezroq aytib ber. Bizda vaqt kam. Hozir lazerni kattalashtirishga qo'yaman. Keyin seni kattalashiraman. Sen uxlaysan, keyin boshqa akkauntdan kirasan va qo'lingdagi bu ustaxonani chiqarib olasan. Reja anchagina qo'rqinchli ishlayapti, ammo boshqa iloji yo'q. Mayli Qishloqi, men sening rejangga roziman. Bor, lazeringni o'zgartir, faqat tezroq. Mayli, men ketdim, qayta programmashtiraman. Mayli Qishloqi, omad senga do'stlar. Nima qilay, qo'rqib ketyapman. Qishloq ulgursa bo'ldi. Hammasi qo'limizdan keladi. Hozir mening ichimda qishloq ustaxonasi turibdi. Men shunchaki bilmasdan yeb qo'ygan edim. Bilmagan narsamni boshqa yemayman. Bo'ldi, tayyor, hammasi ishlayapti. Qishloqi, bu sening qo'lingdan keladi. Sen zo'rsan. Xo'sh, demak, sen meni hozir kattalashtirirsan. Lazerning to'g'risida tur. Hozir. Men ozgina tuproq kovlayman. Lazerni to'g'risiga turish uchun. Bo'ldi, shunchaki tuproq yetadi deb o'ylayman. Qani, tepaga chiqamiz. Lazerni balandligigacha ko'tarilsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Qani? To'g'ri bo'ldi. Ha, bo'ldi Qishloqi. Tugadi. Kompot, 3 gacha sanagunimcha kattalashtiraman, lekin ogohlantiraman. Kattalashtirgandan so'ng uxlaysan va boshqa akkauntdan kirasan. 1, 2, 3. Nima bo'ldi? Men kattamanmi? Oh, Qishloqi, men kattaman. Ko'ryapman, Kompot, faqat meni ezib qo'yma. Yo'q, xavotir olma Qishloqi, men seni ezib qo'ymayman. Negadir juda uyqum kelyapti. Xo'sh, hozir men boshqa akkauntdan kiryapman, o'zimni 13-qishlog'imga. Xo'sh, menda olam yuklanyapti, o'zimni asosiy akkauntimda emas. Men endi uxladim, bo'ldi. Men o'yinga qo'shildim. Men endi oddiy Steve bo'lib o'ynayman bu yerda. Hozir 13-qishlog'imga yugurib boraman. Xavotir olmanglar, u hammasi shu yerda turibdi. Qaranglar nima bo'lyapti bu yerda. Mana buni kattaligini qaranglar. Dahshat, u rostdan ham men. Bunga juda ham ishonish qiyin. Nima? Gigantga o'xshab yotishimni qaranglar. Bu juda ham katta-ku. Demak, gap bundoq. Biz hozir uxlayotganimdan foydalanib, bizda vaqt juda ham yetarlicha. Voy, juda ham qishloqdan ham hattoki katta bo'lib ketibman. Demak, biz bu tanani bemalol tomosha qilsak ham bo'ladi. Qishloqi ham shu yaqin atroflarda bo'lish kerak. Ha, rostdan ham juda ham katta bu tana. Mana men ko'rdim. Boryapman. Do'stlar, sakradik. Sen kimsan?
Deding, bu men, Kampot, boshqa akkauntdan. Voy Kampot, sen meni qo'rqitib yubording. Kampot, men o'ylab chiqdim. Mana narsalar. Mana ola qol. Bu narsalar bilan men nima qilishim kerak? Kampot, seni vazifang tepaga chiqib, ustaxonani olib chiqish. Tushunding deb o'ylayman. Ha, olib chiqish? Ha, men hammasini tushundim. Qishloqi, sen mana shu yerda qarab tur. Yana turib qolmay. Yana men tamom bo'laman. Sekin ko'tarilamiz. Bo'ldi do'stlar, men hozir o'zimning qo'limda turibman. Bu g'alati hissiyot. Xo'sh, kiyim ustida kesish kerak. Lekin bu futbolka mening eng yaxshi ko'radiganim edi. Lekin menda boshqa iloj yo'q. Axir qandaydir qilib ustaxonagacha yetib borish kerak-ku. Bu yerdagi hamma narsani kesamiz. Deyarli bo'ldi. Endi yo'q, hali bo'lmadi. Mana bularni ham olishimiz kerak. Ana endi bo'ldi desak ham bo'ladimi? Yo'q, ko'kni ham. Ana endi bo'ldi. Endi kirkani olamizda ichkariga tushamiz. Qani ichkarida toshlar? Toshlarni ko'ryapman. Qaranglar, u yerda toshlar demak. Men to'g'ri kovlayapman. Qaranglar, men bu uyni yeb qo'ygan edim. Quloq ustaxonam, kelinglar bu yerda ko'proq kovlab olamiz. Pastiga tushishni boshlaymiz sekin astalik bilan. Ha. Juda ham chiroyli. Tushishni boshlaymiz. Menimcha tayyor. Teshik ochilganda pastga tushishim mumkin. Men hozir o'zim ustaxonamda ustida turibman. Dahshat, bu g'alati. Sakradik. Ha, mana mening qishloq ustaxonam. Ha, mayli, ustaxonamga hech narsa bo'lgani yo'q. Hamma narsa o'z joyida turibdi. Endi biz ichkariga kirib, nima borligini ko'rsak bo'ladi. Bu yerda qani notebook, sandiq, hamma narsalar turibdi. Bo'ldi, men bu yerda qolishni xohlamayman. Kelinglar sekingina bu uyni bo'laklarga bo'lishni boshlaymiz. Tashqariga chiqib, boshqatdan qurib qo'yishni boshlayman. Mening o'zimni akkauntimdan kirganimda och qolsam kerak. Chunki men ustaxonamni yegan edim. Turganimda u bo'lmaydi. Men deyarli butun ustaxonamni buzib bo'ldim. Deyarli hech narsa qolmadi. Ha, meni butun intervalim to'ldi. Mana bu tomma, mana bularni olib tashlasam bo'ldi. Bu yerda ustaxonani yo'q desak ham bo'laveradi. Ayyor, men buni buzishdan charchab ketdim. Qancha paytdan beri buzib o'tiribman. Bu so'zlar uchun bir necha soniya xolos. Men uchun esa ancha payt. Ishimiz poyoniga yetay deb qoldi va nihoyat men bloklarni bo'lib oldim. Endi esa mana bularni telib olamiz. Keyin narvonlarni qo'lga olamizda tepaga ko'tarila boshlaymiz. Mana shunday hoppa bo'ldi, chiqib oldik. Qani qishloqi, men buni tugatdim. Kampot, tezlash, 3 daqiqadan so'ng u turadi. 3 daqiqadan so'ng menga 3 daqiqa yetadi. Bu bahaybatli ishlarni yopishga kelinglar, shuni tugatib qo'yamiz. Kiyimlarimni tuzatishdan esdan chiqmasin. Faqat eng muhimi narvonlarni olib tashlash kerak, yo'qsa bu yaxshilik bilan tugamaydi. Qani, bularni chopish kerak. Bo'ldi, tugatdik. Endi kiyimni to'g'rilab qo'ysa bo'ldi. Keyin bu akkauntdan chiqsam ham bo'ladi. Bo'ldimi? Bo'ldi, tayyor. Xuddi hech narsa bo'lmagandek Kampot butun bo'lib yotibdi. Xo'sh, qishloqi, oldinga tushyapman, orqamdan narvonlarni sindirib, bu akkauntdan boshqa kirmayman. Shuning uchun hamma narsani sandiqqa solib qo'yaman. Yo'qsa bu narsalar yo'qola boshladi. Qishloqi, hamma narsa sandiqda turibdi. Menimcha hozir men turaman. Chunki bu akkauntdan chiqaman. Mayli, Kampotga aylangandan ko'rishamiz. Kampot, sen turganingda oddiy o'lchamda bo'lasan. Mayli qishloqi, men bu o'yindan chiqaman. Xo'sh, hozir men asosiy akkauntdan kiryapman. Qani, bo'la qol, qani kir. Oppa, salom qishloqi. Kampot, sen tirilding. Ha, qishloqi, men qaytdim. Men hozir o'zimni shunchaki ajoyib his qilyapman. Qandaydir yengil bo'lib qoldim. Kampot, ustaxonani ichingdan olding. Ha, meni yana qornim ochildi, lekin endi hech qachon seni sinovlaringda ishtirok etmayman. Boshqa hech qanday sinovlar. Tushunarlimi? Shunchaki meni gapimni eshitishing kerak edi. Shunda muammolar bo'lmas edi. Sen haqsan. Bu mening aybim. Seni gapingga quloq solmasdan ustaxonamni yeb yubordim. Yaxshiyam hammasi yaxshilik bilan tugadi. Lekin endi men ustaxonamni bloklarga bo'ldim. U hozir sandiqlarda turibdi. Ikkinchi akkauntdan solgan narsalarim endi qo'lga boltani olamizda sandiqni buzamiz. Hamma narsani boshqatdan qurishga boramiz. Men bunga qiynalmasdan, chunki bu ustaxonani 600 marta qurganman menimcha. Nima deyotgandim? Mana meni qishloq ustaxonam bir blokka ham adashmasdan hammasini to'ppa to'g'ri qurdim.
Qanday bo'lsa shunday turibdi, bugun ajoyib videolar bo'ldi. Men ustaxonamni yeb qo'ydim, kim bilan bo'lmaydi deysiz. Sizlar bilan xayrlashaman. Hammaga rahmat. Xayr do'stlarim. Video Artifakt kanali tomonidan tarjima qilindi.